Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, qadrli obunachilar. Bugungi video roligimiz Andijon viloyati Sharqon tumanida joylashgan o'zimiz fermamizdan olib boryapmiz. Xudo xolasa bugun yem chiqarish jarayonlarini syomka qilib beramiz. Hozircha buqalarimiz yotibdi. Narada unajinlar. Bu tomonda hozir kuzatamiz. Novvoslarda joyi. Novvoslar shu tomonda turadi. Endi unajinlar bu yerda turadi. Ko'pchilik adashtirib oryapti. Novvoslarni video qilsak, unajinlar qani deyapti. Unajinlar video qilsak, novvoslar sotib oldinglarmi deyapti. Ko'pchilik adashtirib qo'yapti. Bu yerda hozir zapravka qilganmiz. Bu ichida nimalar bor hozir ko'rsatib beramiz. Zapravka qilish jarayonlarini syomka qila olmadik lekin. Mana shu tayyor mahsulotimiz ichida 6-7 xil narsa bor. Birinchi o'rinda chigit bor. Mana hozir ko'rsatamiz. Bu yerda chigit. Chigitni iloji boricha yaxshiroqdan olish kerak. Mana. Ko'ryapsizlar. Endi keyin makka bor. Makka sarg'ayib ko'rinib turibdi. Makka. Undan keyin yer yong'oq po'choq bor. Yer yong'oq po'choq. Bu yerda qopda turibdi mana. Shundan qo'shilgan. Endi makkani bu yerdan chiqarib, trabilkadan chiqaryapmiz. Undan keyin bug'doy bor. Bug'doyda ham mana tegirmonimiz bor. Mana shu tegirmonni chiqaramiz. Mana bu yerda to'kilgan, ozgina to'kilgan bunaqasi bor. Shu holatda. Buning ichida makkani ham chiqarganmiz. Tegirmonda. Shunaqangi holatda. Bug'doydan keyin kepak bor. Shu shoxobchalarda sotiladigan kepakdan qo'shiladi. Undan keyin tuz bor buning ichida. Tuz, undan keyin granula bor. Granulani hozir ko'rsatib beramiz. Mana granula manaqa. Ko'ryapsizlar, makka bor ichida. Bularning ichida ham ancha-muncha vitaminlar ham bor. Shuni granuladan qo'shyapmiz. Bu granulamizning tarkibi o'shalardan iborat. Yana bitta narsa bor, hozir ko'rsatamiz. Mana shu bizning granula bo'ladi. Hozir bu yerda tugagan. Endi hozir chiqaramiz. Chiqarish jarayonlarimizda to'liq videolarni qilib beramiz. Albatta layklarni bossanglar biz juda xursand bo'lamiz. Yana bitta narsa bor bu yerda mana. Hozir o'zimiz dehqonchiligida. Ko'ryapsizlar, lo'yani poyasi. Lo'yani poyasini chiqarganmiz. Mana shundan qo'shiladi. Shundan qo'shyapmiz hozir. Lo'yalari ancha ko'p qolib ketgan edi. Shuning uchun mana qo'shib o'ryapmiz. Buni qo'shsanglar ham bo'laveradi. Xullas kalom topgan narsalaringizni qo'shasizlar, maydalab chiqarib beraveradi granulyator. Mollarga foydasi bo'lsa bu. Hozir chiqarishni boshlaymiz. Guvoh bo'lib turasizlar. Shunaqangi holatda zapravka qo'yganmiz. Buni mayda keyin yayib olgan edik. Hozir buni polni aralashtirib olganmiz. Endi suvni quyib mana shu holatda yayib olib turib
Endi ozgina suv quyiladi. Ozgina, lekin ko'payib ketsa bo'lmaydi. Ko'payib ketsa motorga ham qiyinchilik tug'diradi. Mana hozir shunaqangi idishda shu holatda sepilaveradi. Hozirdan mana shunda yarimdagisi mana shu holatdagi joyga yetadi. Lapatkimizda keyin aralashtirib granulatimizga solaveramiz. Shunaqangi holatda ishlar ketyapti. Hozir bu joyga qo'yib qo'yamiz. Shu yerga qo'yib qo'ygandan keyin o'zimiz boshlaymiz. Fermada o'zimman. Obunachilar, hozir yemimizni to'xtatib turdik. To'g'risi pena blok kelib qoldi. Yangi molxonamiz uchun pena blokni tushirib oldik. Mana holatda ko'rinyapti. Shu holatda mana shu yerga xudo xolasa molxona tushadi. Yemni endi ertaga chiqaramiz, xudo xolasa. Bu yerga shag'al ham to'kib qo'yganmiz. Shag'alni ham olib keldik. Xudo xolasa tez kunda boshlaymiz fermani. Mana bu yerda pena bo'ladi. Yayib tushirib qo'ydik.
Bu yerda temirlar kelgan mana. Armaturalar. Semirning uchiga tashagan konteynerni temirlardan olib keldik. Bu oxirda yoniga qo'yiladigan temir mana. Mana bu yerda ustunlar. Bu ham konteynernikidan. Bir 15-10 kun atrofi bo'ldi. Taxtalarni ham olib qo'yganmiz. Hozir yem chiqarayotganimizda pena blok kelib qoldi. Shu bilan iloji yo'q pena blokni tushirdik. Shu bilan quyosh ham ancha botib qolyapti. Shu bilan mollarga qaraydigan vaqt ham bo'ldi. Mollarimizga silos solamiz va yemlarni uyutib beramiz. Bu molxonalarda polniy ma'lumotlarni beramiz. Yangi qurilayotgan molxonamizni. Mana shu yerga tushyapti mana kirishga. Shunaqangi holatda. Qanday holatda quriladi molxonamiz? Nechta molga joy bo'ladi? Qancha rasxod bo'ladi? Polniy ma'lumotlarni videolarini qilamiz. Albatta obuna bo'lmasdan ko'rayotganlar obuna bo'lib qo'ysanglar. Molxonaga qancha rasxod ketganini to'liq videolarni qo'yib beramiz. Pena bloyda adashmasam 9200 so'mdan olindi. Quruq. Eng qizig'i ancha quruq ekan. Quruqdan uchrab qopti mana. Eshitilyaptimi? Hozircha sog' bo'lib turinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz.